Mish-mishlarga qaraganda tillarni qimmat narxda olib qolar ekansizlar. Diamond do'koni любой hajmdagi tillarni qimmat narxga olib qoladi. 5 kilomi, 10 kilomi farqi yo'q. Shitir sanaladi. Hisoblab bering. Erimni uylantirmoqchiman. Nima? Uylantiraman deydi. Nihoyatda ajoyib. Seriyoz aytyapsanmi? Seriyozmi? G'alati emasmi? Normal hisoblab bering. Choyxonani itini qilib beraman, aka. Diamond do'koni o'zi doimo qimmatga sotib oladi. Lekin bu brat uchun addushi yurakdan yana ham qimmatroq sotib olaman. Aka, qalbimdasiz. Bu hayotda ikkita uchta omad beriladi deydi-ku, o'shani ikkinchisi uchinchi majburda, ha, xotin? Aka, sot. Hazillashmaysan, ha? Mana bo'ldi. Brat, addushi mendan $100 sizga to'yana. Aka, bugundan radnoymiz. O'zingiz sekin kuyovjo'ra bo'lib qo'yaverasiz, ha? Tushundim. Bo'ldi, xotin, gap so'z yo'q. Aka, kutaman. Xotinjon aldamading-a? Ish qilib to'y bo'ladi. O'tgan safar o'rtoqlarim kelmagida o'shalarni aytaman. Xotin? Dadasi uyga boraylik, keyin gaplashamiz. Bo'ldi, xotinjon, nima desang shu. Xotinjon. Qara, bilasanmi? Sani gaping mana shu yerda qonunda, tushunyapsan, men uchun qonun. Sen aytdingmi, men qilganman. Qara, sen boya magazinda aytding-ku, erimni uylantiraman deb. Men bunga qarshiman, lekin rostdan qarshiman. Endi ozgina bo'lsa ham umid bormikin deyapman-da. Dadasi, kimdir sizni basharangizni pul bilan urib yorganmi? Shunda hozir yolg'onmidi? Конечно. Xavotir olmang. Siz mendan ko'p yashamaysiz. Utu. Onangning go'llari yana olashdi. Kelin, qalay? Taktika o'xshadimi? Albatta, oyijon. Sizning taktikalaringiz doim o'xshagan. Nima? Hali bu sizning ishingizni doya? Kelin, gapimga kirsangiz kam bo'lmaysiz. Ha, bachcha, kelinni boshingda ko'tarib yurgin. Tushundingmi? Ha, boyagi gapingga. Mantani xom sanabsan. Bu kelinim bilan umringni oxirigacha yashaysan. Kelin, ketdik. Xo'p bo'ladi, oyijon. Mollar xoni qayerda edi? Og'il xonadamidi?